Anomal issiq kuzatilayotgan ushbu kunlarda xuddi insonlar kabi daraxtlar, yashil hududlar hamda qush va boshqa jonivorlar alohida e'tibor va g'amxo'rlikka muhtoj bo'ladi. Buxoro viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasi tomonidan e'lon qilingan Daraxtni asra, hayotga hissa qo'sh challenge'da Buxoro neftni qayta ishlash zavodi jamoasi ham faol qo'shiladi. Buning uchun esa korxonamiz hududidagi uyimizdagi daraxtlar va yashil maydonlarni kechki salqin paytida sug'orishni tashkillashtirish, qushlar va boshqa jonivorlar uchun soya salqin joylarda toza suv idishlarini qo'yish va bu ishlaringizni rasm yoki videoga olib, ijtimoiy tarmoqlarda quyidagi hashtaglar orqali joylashtirishning o'zi yetarli. Bir daraxtni sug'orish, qushlar uchun suv quyish yoki yashil hududni asrash oddiy ishdek tuyulishi mumkin, ammo aynan shunday kichik ezgu amallar katta o'zgarishlarning boshlanishidir. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi jamoasi barchani tabiatga befarq bo'lmaslikka chorlaydi. Keling, tabiatga mehr bilan munosabatda bo'laylik, chunki tabiat bizga emas, biz tabiatga muhtojmiz.